Svet o'tsa, kayfiyatingiz buzilsa, bu video siz uchun. Bu joyda men sizga elektr toki haqida 3 ta ajoyib faktni eslataman, aytib beraman. Va'da bering, agar bilmagan bo'lsa, bitta like bosasiz, qoyil qolsangiz obuna bo'lasiz. Birinchisi, bu elektr tokini biz kartoshka yoki ko'mir singari kelinglar qishga 2 oylik g'amlab zaxira qilib qo'yamiz deya olmaymiz ekan. Chunki elektr tokini katta hajmda saqlab qo'yishni iloji yo'q ekan. Masalan, dunyodagi eng katta elektr toki saqlaydigan joyda ham zaxirasi bitta shaharda 2 yo 3 soatni ta'minlaydigan tok bilan 1 kun, 2 kun haqida umuman gapirmasa ham bo'lar ekan. Shundan birinchidan kelib chiqadigan ikkinchi fakti, bu elektr tokini ishlab chiqarishiga srazu ishlatib yuborish kerak ekan. Ya'ni hozirgi zetkada turgan bizning tokimiz hozir bo'lsa 1 sekund farqi bilan yangi ishlab chiqarilgan svejiy tok ekan. Ishlab chiqarilgan tokni ishlatsangiz ishlatib yubordingiz, bo'lmasam isrof bo'lib pateriyga ketar ekan. Elektr tokini butun shahar birdaniga ishlatmay qo'ysam, elektr stansiyalar yonib portlab ketishi mumkin ekan. Birdaniga butun shahar 2 barobar ko'p ishlatsa ham qizib ketib katta avariya bo'lish xavfi bor ekan. Endi buni ortida fizik olimlarda, texnik xodimlarda qancha darajadagi murakkab yechimlari, ijtihodlari, olimlarda, ixtirolari yotibdi. Tasavvur qiling, bu faqat bizga bilinmagan sababi yillar o'tib takomillashib kelib, qaysi yilda, qaysi vaqtda qancha elektr toki ishlab chiqarish kerak, qanchasini qayga joy yo'naltirish kerak, bularni hisob-kitoblari bilan takomillashib kelgani uchun bizga uncha bilinmaydi, lekin o'zi aslida juda katta murakkab proses ekan. Endi bu bilan biz hech kim tarafini olmoqchi emasmiz. Svet o'tishi bu normal holat demoqchi emasmiz. Buni ustida yana ishlab uzluksiz holatga keltirsa bo'ladi. Bu videodan bizning maqsadimiz svet borida uni tejab, qadrlab, maza qilib ishlataylik, yo'g'ida kamroq kayfiyatimiz buzilsin. Texnika haqida yana ko'p foydali, qiziqarli videolarimiz ko'p. Obuna bo'ling. Keyin texnikani birgalikda o'rganamiz.